Kasa. Kesip özgertip öpke ispan açqıdaklık qilib atdinglar do'stlar. Ayrim qanday qo'ydingiz deb gaplarni yezib to'shqizib yetibsizlar, lekin shu sizlar uchun film tayyorlayman deb tatqancha payimni orduq chiqdi-ku mana. Do'stlarning ko'zi to't bo'lib ketgan tafsili orqasab o'tish bosqichi diqqatinglarda. Amsa do'stlar, yurakdan bir berib yetib, ma filmni cho'qqim to'liq ko'ringlar. Tunji qadamda o'pkani yaxshi tekshirib olamizda. Ancha-muncha pichoq tegib ketgan yoki yurakning beg'ini o'y kesgan bo'lsa, o'pkaning shirisi eqib yaxshi qo'yg'ili bo'lmaydi. Shunga tanlaganda cho'qim diqqat qilib tanlanglar do'stlar. Ondan shu o'pkani turbining suyida qonlari chiqib ketguncha necha pakis konsertimiz. Suyu suzib chiqquncha juma do'stlar, konsert jarayonida o'pka qanotlarida ancha-muncha suvlar pildirlab qaz qo'yib ketmasanlar bo'ldi. Bu normal ahvol. Ondan 3 oynami do'stlar qaranglar, ichki teshini o'rib tas, pakiz yuvib olamiz. Qiyringa kelganda ichki teshini pakizlab yetib, qiziq suvchilab chaqqan pichoq bilan qirib olamiz. Ba'zi o'rinlarda qiyrinning terpisini yumshatish uchun oldin qat-qaytiq tuz ichib, birdan issiq suv bilan chilab qo'ydik ekan. Do'stlar, qaysi xil usulni qulaylik ko'rsanglar, shu amalni topsanlar bo'ladi. O'pkaning suyi saqqicha do'stlar, un sheris chiqarish uchun ximir yug'urib tayyor qilib olaylik. Muvofiq unga normal tuz selib, bek chig'mamas, bek bo'shmamas, odatdagilarni ximirdan chaniqida ximir yug'urib olamiz. Ondan yaxshi ishlab, azroq tindirib olamiz. Ustiga chilashqidek suv quyib, ximirni mijib, ximir ezilib yumshaganda suyini suzib elib olamiz. Yaxshi suzmasak do'stlar, o'pkaning kanallarga turib kelib, she'r yaxshi mamay o'pkimiz bo'sh bo'lib qoladi. Cho'qqim diqqat qilinglar. Tayyor qilgan she'riga azroq tuz selib, ta'min tetishni unutqanmanglar juma do'stlar, bo'lmasa o'pkanlar tuz bo'lib qoladi. Ondan muvofiq go'sht, jigar, piyoz, zanjavil, qizil sariq sabza, yumg'oq sut qatorliq yoki o'zinglar yaxshi ko'rgan boshqa ko'katlarni do'stlar tayyorlab, ushsha holatda to'g'rab tayyor qilsanglar bo'ladi. Mana muhim yerga keldik do'stlar. Pokiza yuyilgan qiyrinda o'pkaga she'ri qo'yganda kerak qiladigan bo'kka o'xshab ketadigan bir yer bor. Avaylab kesib edib, o'pkaning qaniga apchillik bilan yugab turib tikib olamiz. Endi tayyor qilgan she'rimizni yaxshi aralashtirib, o'pkaga qo'yishga boshlaymiz. Bir 2 cho'mish she'rni mangdirib yetib, keynidan birajin atrofida chuchigan suvmay qo'yib yetamiz. Yana davomli she'ri mang'uzib, ondan to'pdan boshqacha mikiyon tuxumidan chekib, tozza bir yaxshi aralashtirib yetib, buni qo'yib olamiz. Suvmay tuxumlarni qo'yishdan maqsad do'stlar, o'pkani yeyishlik, chin qilish uchun hamda rang-ro'yini chiroyli ko'rkam chiqarish uchun. Mana sizlarni qiziqtirgan o'pkaga rang, tan ko'rgizdan bosqichga keldik. Mushu say qizartidan vaqt lozim do'stlar. 3-4 qo'shiq elib, qiziq qaynoq suvdan quyib, birdan rangini chiqarib olamiz. O'pkaga qo'yishni o'tkazganda suzgichni o'tkazib, bevos qo'ysanglar bo'lmaydi juma do'stlar. Qaniga turib qoladi. Ondan she'rga aralashtirib bersanglar bo'ladi yoki bevos qo'ysanglar bo'ladi bu yerda. Shunday qilib mana o'pkamiz bir xil ham sarg'uch ham qizg'uch bir rangda kirdi. Qarsanglarni shunchalik yeyishlikka mana. Opanglarni buncha tafsili deb emas edi do'stlar, qaranglar. Qolganini yurakdan besitib, anglasizlar juma o'p qo'ygan asqetib qolar. Endi mushu varaq qaynayotgan qozonga do'stlar o'pkaning qonidan ko'tarib, bilan silib mana bu yerlarni o'rib-cho'rib qo'ysak bo'ldi. Endi menjan qo'ydan bosqichga keldik. Qamish menjan desa sho'lgaylar degan oqqudugi mana. Mana tayyor qilgan menjan ximirimizni do'stlar qaranglar, o'zimning markasidagi Oshpesha markada superga qo'lim bilan tekshi yetib oldim. Undan keyin go'sht, jigar, piyoz, zanjavil, yumg'oq sut qatorliq asay ko'katlarni ushshaq to'g'rab, muvofiq miqdorda tuz, zira, qarmish o'zinglar qaranglar, yaxshi ko'rsangiz sasanglar bo'ldi, samsanglar bo'ldi. Ilashtirib olamiz do'stlar. Ondan ximirning ustiga muvofiq lazjan surkab Malazyaning ta'mi degan ajoyib payizga do'stlar, jumamish uyda menjan qo'yib qolsanglar, cho'qqi mana bir qo'shiq ikki qo'shiq yetib olsanglar, lekin tamga tam kirgizadi. Ko'donlamama o'xshab ketganini ham qiymadan tekshirib yetib olgandan keyin